Assalamu alaykum, hörmətli anlıqçılar. Bugün Kamal Hisamidinovning Momamning şifalıq doğruları degan kitabını o'qishni davomlashtiramiz. Bugungi tema suydik tutuluş. Suydik tutuluş. Birer hafta komandorkada bo'lib kelsam, uydagilar "Süverekmi qaltis to'g'ri ekan" deb manga ya atam, ya anam anglab ko'rmagan yangilikni taxsiga ilib kutib o'ltiribdi. Uyda o'ltirib, tapqining shumi? Balki toshmi do'rdi? deb ta'na qildim ayolimga. Mushu ayol kishi deganning tapmaydig'ini yo'q-da. Siz terikman, deydi uydagilar sovuqqonlik bilan. Avval so'zni uqing. 3-qavatdagi heliqi mo'may yana bir kitob tepib kepti. Bir haftaga so'rab kelgan o'xshaydi. Kamal xayrlik ishni qo'liga olgan ekan, oxirgi chiqsin deydi. Akşam kirib chiqib ketdi. "Atushkina, nima kitob ekan u? Ko'rib baqsam baqay" deb bayqidan sal bo'shib so'zildim. Kitobga ishonmaydigan uydagilar meni saqlatmayla kitobni ko'tarib kirdi. "Sizgu ko'zingiz bilan ko'rib, qo'lingiz bilan tutmoqchi ishonmaydigan odam" deb kitobni qo'limga berdi. M.A. Kozlov deganning Jivi organizmi Sponniki Chilavika degan kitobi bo'lib, 1976-yili Moskvaning Prosvesheniya nashriyotidan chiqqan. Kitobda ta'kidlanishicha, suvarak shu kungacha Rus xalq tibobatida suluq ishiqda, ya'ni vodyanka, suydik mangdirdigan dori sifatida ishlatilgan. Ataqliq Rosvarch professor C. Botkinning taklifi bilan 1876-yili olimning shogirdi T.I. Bogomolov suvarakning odam organizmiga qildigan ta'sirini o'rganib, uningdan suydik mangdirdigan dori ishlagan. Shunda qilib suvarak dori sifatida ilmiy tibobatchilikka kirgan. Lekin bu mehnat dori deb o'tmay amaldan qolgan. Biroq ba'zi doktorlar bu dorini bugunmi jiddiy ahvolda boshqalarga sezdirmay qo'llanib yurgan o'xshaydi. Dunyoga mashhur C.P. Botkin suvarakning shifoliq xususiyatiga iqror bo'layotganida menga nima? Turibli xiyolimga suvarakni yig'ib, quritib qo'yish keldi. Dorixonaga bordimda chivin o'ltiradigan paloq setib oldim. Oshxonada o'ltirmanda chiqqan suvarakni paloq bilan asta shaqqida urib, oldin ola tayyorlab qo'ygan sarangi qipiga solaman. Shunda qilib 5 sarangi qipi suvarakka to'shdi. Kerak toshning nima yig'irligi bor? Keyin men Toshkentga ishqa yo'tkaldim. Biroq turar joyim Olmaota. Chaqirganda Toshkentga berib qaytaman. Bir kuni kelsam, biri kunda degudek telefon berib, beshimni qotiribdi, deydi uydagilar. So'raydigan ish bor edi, deydi. Ishi bo'lsa, izlab yana telefon qilar, deb o'ltirishimga telefon jiringlab ketdi. Telefonni olsam, G'ey ismli tanishim ekan. "Aka, seni tutish tas bo'lib ketdi", dedi u salom soatdan keyin. "Gap bormidi? Qaramamsan, ayolimning hadis og'riq edi. Hozir oldi tarti tutilib qilib, nihoyat qiynalyotidi. Shuningga bir maslahat bersikan" deb. "Qarindishim, ishonchingga rahmat. Biroq hadang bir, ayoling bir dorixonani boshqaryotidi. Hammasi oliy ma'lumotli doktorlar. Sizlarga qanday maslahat berishim mumkin? Dorixonani boshqargani bilan qo'lidan hech narsa kelmayotmamdi. Mundaq qilayli. Sen ayoling yoki hadang bilan maslahatlash. Men Kozlov deganning kitobidan oldi taraf tutilganda quritilgan suvarakni ichish to'g'risidagi maslahatni o'qigan. Agar hammasi rozi bo'lsa, qaytadan telefon qil. Men uyda bo'laman. Shuni beray." Aradan 10 minut o'tar o'tmay G'ey yana telefon qildi. Men o'qigan kitobni uning ayolimi o'qigan ekan. Lekin suvarakning dal shu og'riqqa doriligini unutib qopti. Shu dorisidan bersin, biz haqqini to'layli dedik.
Maňa pul emas, adam hayatynyň lazımlygyny etdim. Aradan 2-3 ay ötüp, G'ning teklipi bilen yana bir ayal dori sorap kepdi. Sınglysy agyrypatgan eken. Qaramakka bu bir külkilik iş. Emma qerindişini saklap qilish yolida hareket qılıvatgan qerindaşlarga aprin etdim. Süverekni işletiş usuli. Qurutulgan süverekni tömür havançıda sokup talqanlaş lazım. Andın onundan kiçikkine bir çimdim elip, ya qaynak suda, yoki sınçağı qoşup, künüge 3 qitim iş güziş lazım. Arqadan 1 saat ötüp süydük maňyşqa başlaydı. Bizning mikrorayonda Tursun isimli qo'shni bar edi. Bir kuni uning bilan tanışıp qaldık. Ayali börek ağrığıda ölüp ketipdi. Ayalimning aldı tartı mangmay küptek işip ketdi. Dedi u parangdan parang çıkıp. Doktorxandan öyge qaytırıp etdi. Nemi qilarymny bilmey, beşim qetip oldırattım. Qo'shni bobay ehval sorap kiripdi. Onundan yoşurmay oçuqını etdik. Eger börek saq bolsa, dedi u, işiqning kari jaglyk. Zeyyerge barsaň, eşek qurty bar. Şuningdan 7 tal terip kelde, sel sowutulgan qaynak suda essäň, su xuddi süt qoşgandek bolady. Ony dakada süzüp, bimarga keyni-keynidin az-azdyn işgüz. 3-4 saatdan keyin süýdeki igi bolalmay qalasılar. Mubada börek tazy bolsa, ayalyň ätisili ýerde säp turup ketidi. Bobaynyň etqinidek qıldyk. Bu dora süýdükni şunçalyk qogladyki, sunyň tügümey çykypatgynyga heýran qaldyk. Birak baxtga karşı rahmetiniň her iki böreki kardan çykkan eken. Yuqorida suluk ışıqqa Ruslarning süverekni, Uygurlarning eşek qurtini, yani Uygur nahiside bu zey qurti yüdesilim deyildi. Doğru orunda işletildiganlygy toğrusida hikaye qilindi. Rast, her ikisi adamning köňli tartmaydigan narsalar. İlaç qança, yamanning doğrusu yaman deydiken. Bugünkü anlatışımız muşu yergiçi bolsun. Keyinki qıtımlık anlatışımızda görüşeyli. Salamet bolun.